Endilikda Toshkent sifat taksi parki. Nima deb odamlar Allohsin? Kim mashka? Nima deb odamlar yana? Nima deb aldilar? Registrator ham bermading, Lenovo'ni ham bermading-ku. Tonirovka ruxsatnomalar ham, antiradarni ham, Lenovo bitta video registratorni ham berdi. Hayitliga endi odamlarga polni bonus bilan pul tarqatmoqchimiz. Nima gapingiz bormi? Aktiv bo'lmagan ishchilar ham oladimi shunda? Aktiv bo'lmagan ishchilar ham hammasi oladi. Taksi parkingni foizi necha foiz? 2%. Bunaqa taksi park hali chiqadi yo'q-ku, Allohsin sen. Toshkent sifat taksi parki 2%. To'ppa-to'g'ri eshitdinglar akalar, Toshkent sifat taksi parki o'z ishchilariga endi hayitli beradi akalar. Tonirovka ruxsatnoma berdi, antiradar berdi, Lenovo bitta video registrator ham berdi. Endi hayitliga akalar Toshkent sifat taksi parki hamma ishchilariga bonus beradi. Toshkent sifat taksi parkining qulayliklari akalar, mashinalarning jarimasi bo'ladigan bo'lsa, balonlarni eskirib qo'ygan bo'lsa, arenda to'lashga qiynalayotgan bo'lsanglar, Toshkent sifat taksi parki bularni hammasini boshlang'ich to'lovsiz to'lab beradi. Eng qizig'i foizsiz Toshkent sifat taksi parki o'z ishchilari uchun. Eng qizig'i akalar bunaqa jazirama issiqda dash tonirovka ruxsatnomalarigacha boshlang'ich to'lovsiz bo'lib to'lashga qilib berishyapti. Uning uchun akalar sizlar Toshkent sifat taksi parki ulanish esdan chiqish kerak emas.